Salut akalar. Salomatmisizlar? Ishlaringiz zo'rmi akalar? Xo'sh, akalar bugungi roligimiz sizlar bilan birlikda GTA 5 real hayotni davom ettiramiz akalar. Xullas akalar, esingizda bo'lsa, o'tgan qismimizda sizlar bilan birlikda mana shu mashinani akalar sotib olgandik. Albatta, o'tib xullas ko'rmagan akalar hollarimiz, ukaxonlarimiz bo'lsa, albatta o'tib ko'rib olishlarini maslahat beraman. Xullas mana shu mashinani sotib olgandik akalar. Hozirga o'tiramiz akalar. Bu mashinamizdan bugun nimalar kutyapmiz akalar? Xullas bu mashinamiz akalar bugun sizlar bilan birlikda tuning qilib chiqamiz, tuning qilib, biroz bo'm-bo'm ko'ramiz biroz mashina akalar. Albatta videoroligimiz boshlanishidan oldin like bosib, o'zingizlar kattakon likelarni qo'yib, kattakon подпискаlarni qo'yasiz degan umiddaman. Xullas akalar hozir kanalda o'sha tuninglar, yolg'iz mashinamiz tuninglarga joyga metr uraman akalar. Sabr tutinglar. Xullas akalar metrni urib qo'ydim, sekin yo'lga chiqaman. 1 kilometr ekan, uzoq ham emas ekan akalar. Xullas akalar shunaqa, albatta akalar to'lab akalar 5 sekund bu telefonni chimnira qilaman, ozgina qimillashib bo'ladi akalar sizlarni. Akalar. Xullas akalar bugun xudo xolasa mashinamizni bomba tuning qilib chiqib, keyin akalar xullas mashinani tuning qilib bomba ko'ramiz. Hozir akalar videoni kesinglar, chunki yo'l unaqa 1 kilometrdan 1 kilometr chiqar ekan xolos akalar xudo xolasa. Takit akalar o'tib kamera ketib qol. Bismillah. Aynan akalar, kamera oq kuzatib olsa, chakana ozgina oq qartirib, biroz kuzatib oladigan bo'lsa, e'tibor bermang akalar. Bu telefon, meni birinchi telefonim hisoblanadi akalar. Ekrani ya'ni ozgina chiqib qolgan bu yoqqa, shuning uchun uni kuzatish mumkin akalar. Aynan albatta akalar, o'zlari nima gaplar, nima yangilik bo'lyapti akalar. GTA 5 real hayotimiz kuchaymoqda, borgan sari akalar, borgan sari kuchaymoqda akalar. Hop, sekin yetib kelib qolibmiz ham, 700 metr atrof qolibdi akalar, uncha uzoq emas ekan, yaxshi. Xullas akalar ketyapmiz, короче. Mashina tuning qilib chiqamiz hozir sizlar bilan birlikda. Naparnigimiz Beozbek bor, salomlashib qo'ying aka sizlar bilan. Salom, qandaysizlar, salomatmisizlar? Bular salomat aka. Aytmasangiz ham salomat. Jonlar sog' akalar. Xullas akalar kommentariylarda o'qib boryaptilar. Biz obunachimiz sizlar Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. To'g'ri, mana shu bo'lgan gapi to'g'ri aka. Gapida jon bor aka. Xullas akalar, hozir mana o'tgan qismimizda sotib olgan mashinamizni sizlar bilan birlikda albatta tuningga ketyapmiz. Xullas yangicha format akalar, ko'ryapsizlar. Kamera qo'yib qo'ydim. Akalar surqlar mashinani akamiz, meni akam bu. Surqilib ana qiladi. Hozir akalar endi mana shu yerda 1-2 sanaymiz. Qaraylik akalar. Dadasi Mana shu yerda qo'yadi. turasizlar, 1-2 shuni sanayman akalar, mashinani keyin holatini ko'rasizlar. Mana eski holatini hozir ko'rib olaylik akalar mashinani. Mana shu holatdagini ko'rib olaylik. 1-2 ga sanayman akalar, shuni mashinani ko'rasizlar akalar. 1 2 3 akalar, mana mashina. Tim yomon. Bumbo'y ko'rdim mashinani ko'rdinglarmi akalar? Like bosib, mana shu kanalga like bosib o'ylar akalar mashinani ko'ryapsizlar. Bumbo'y ketdi. Qaranglar buni. Ming like bosib. Jaqin cho'p ketdi soatimiz buni. Qo'y 9 bo'lib ketdi akalar mashinani tuning qilib, ustoz akamamiz chiqarib berguncha 9 bo'lib ketdi akalar soat. Voy. Kamera o'chib qolgan. Telefon almashtirib qo'ydim akalar. Xullas hozir. Tak umid qilamanki, narmani kuzatib yotibdi akalar. Xullas akalar hozir kamera to'liq kuzatmaydi, shuning uchun akalar to'liq kuzatgan paytda olib oldim. Xullas akalar uyga boramiz endi akalar, hozir bu mashina bilan uyga borib, keyin ro'lga davom ettirib akalar. Agar telefonimizda ko'rsa emasini oppoq qilib kuzatmayapti hozir, yaxshi, buni yaxshi natija degani, oppoq qilib kuzatmagan akalar. Mashina hozir ertaman akalar, chunki hozir ko'rasizlar men kechirib ketdi. Soatimiz 10 qoldi akalar. Tong otganda ular akalar katachak beramiz shaharni, sizlar bilan birga odamlarning ko'zini kuydirib akalar. Endi videomiz 3 minut turib boradi, 8-7 minut atrofiga akalar. Katesa qilib akalar shaharcha aylanib akalar. Esingizda bo'lsa o'tgan qismimizda sotib olgandik mashinamizni, albatta o'tgan qismimiz videoroligimizni ko'rib chiqishlarini maslahat beraman sizlarga akalar. O'tgan qismda sotib olgandik buni akalar. Xo'sh akalar, hozir ko'p vaqtlarda olmayman. Gapirib oling aka sizlar. Do'stlar, haligi anaqa bittasidan kirib so'kimoraveradi. Ana qara akalar, shuning uchun Ashunaqalar o'z men urib so'kimoraveradi. akalar. Shuning uchun akalar hozir kamera o'chib qoldi, shuning uchun keyin rolik davom ettiramiz tong otganda. Xullas akalar, tong otdi, tong orishib ketibdi. O'zi qaranglar aka, kurvoq chiqib, tong orishib ketibdi. Xullas sekin akalar chiqamiz. Ha, chopda endi bu GTA 5 mashinalar biladi aka. Akalar mashinamizni qarang, dim yomon qo'yardim. Вообще chotki bo'ldi akalar mashina. Men o'zimga ham yoqyapti akalar bu. Mana buni qaranglar, bunisi iPhone'niki. iPhone'niki modim yomon akalar. Bu qo'ylar sizlar mashina chotki qilib qo'ygan aka, yorug'roq qilib ko'rsatib beraman sizlarga uni. Tak o'tiramiz sekin mashinaga. Hop akalar, hadi yorug'roqqa chiqamiz. Hop. Telefon qo'yadiganlari bor. Qo'yadiganlar va dim yomon akalar. Lekin mana qo'yib beraman akalar sizlarga. Tak ko'rdim akalar, esingizda bo'lsa, tak mana akalar mashinamiz qaranglar, вообще bo'moy ko'rdim. Onayning aka, hech kim buni tuning qilmay ko'ryapsizlar.
Ko'ryapsizlarmi akalar? Вообще o'ta go'zal akalar. Shedevr ranglarni qaranglar, buni ranglarini asalligini qaranglar akalar. Asal. Moshani go'zal bo'lib ketdi. Bu Hamma. ham akalar keyingi safar O'g'il moshamizni ham bo'ladi, hammani. Hammani go'zal bo'lib ketdi. o'g'il O'g'il bo'ldi bo'lyapti. akalar. Aka-xonimiz qo'lgul ekan xulosa akalar moshani dim yomon qilib uyni ko'payirdi. Endi miyatisiga vasha gap yo'q. Ichga bunaqa temirlardan qo'ydirib qo'ydim akalar. Xullas ketdi akalar bir shahar aylanib sizlar bilan birgalikda. Yo'q, yo'q bu. Va sizlar bilan birga akalar biz endi katta shaharda kecha va'da berganda shaharda bir katta qilib aylanib kelamiz akalar. Bular anaqa akalar albatta o'zlari nimaga bo'lyapti akalar. O'z fikrlaringizni kommentariylarga yozib qo'yib qo'ying akalar. Sizlar bilan har doim Legend News kanali albatta o'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qo'ying akalar. Bular anaqa hop akalar sekin mayna sekin burib olamiz, tak mashina sekin boramiz akalar. Hop yaxshi. Chiqamiz. Albatta akalar bu mashinani sotib olganimizni videoroligini ko'rmaganlar bo'lsa, albatta o'tib ko'rib olishlarga maslahat beraman. Dim yomon chiqqan video ham akalar, yaxshi, sifati zo'r akalar. Anaqa plastik nima bo'lyapti akalar. Voy, mashina urdi. Voy. Akalar seriya palon, onasi ham bunaqa qattiq olyapman. To'g'ri akalar, real hayotda yeshilarga lekin o'yin akalar bu baribir. Mashina shirganimizdan keyin uni akalar palonni terib uzatib qo'yamiz akalar. Endi to'g'ri real hayot amaliyotda unaqa bo'lmaydi desanglar, akalar endi nima qilamiz? Mashina bunday bo'lib yurmaydi, to'g'rimi? To'g'ri-da. Anaqa akalar ketsa keyin yuramiz akalar. O'g'at ishlashni avval bo'ladigan bo'lsa, iloji akalar real hayotda o'sha yerda o'ynamasak bo'lmaydi akalar. Qizlar beda qizga to'xtaymiz. Bilasizlar akalar, bu обычный emas, real hayot bo'layotganimizdek. Mashina shedevr akalar, sidinalarni qo'yinglar, sidinalarni akalar. Sidinalarni ham almashmang. Ko'ryapsizmi? Sidinalarni ham zo'r qilib oldim. Qo'yinglar. Sidinasi bunaqa emas edi bu. Almashtirib sidinalarni xullas sidinasini qaranglar akalar. Sidinasi ham Ko'rfalar ham qo'yilgan yoniga. anaqa akalar. Ha. Tak, bu tutamiz akalar, tutamiz. Chunki kamera bor akalar bu yerda, titrab tushadi bizga. Bu esa вообще go'zal akalar, shedevr mashina. Do'stlar kameraga olib qo'ysa pul oladi. Ha, bu ko'kon ketdi akalar. Tak, o'ziga motomon aylanib o'rgilib akalar ketdik. Hop, sizlar bilan birga aylanib shahardan chiqamiz akalar, trassalar bilan aylanib kelamiz sizlar bilan birga. Hop, ketdik akalar. Franklini chaqiring. Sekin. Yo'q, Franklini og'ayimiz chaqiramiz. Do'stlarimiz bilan keyin safar akalar, to'g'risi dam olgani ham chiqishimiz mumkin. Franklinni. Do'stlarimiz bilan keyin dam olishimiz mumkin akalar. Albatta u endi o'zimizning ishimizga qarab turibsiz akalar. Chunki ko'ryapsiz hozir ko'p shaharimizda akalar hozirgi kunda ko'p ishlarimiz bor akalar. Keyingi rollarimiz xudo olsa yana bir ishlar qilishimiz mumkin. Do'stlarimiz bilan dam olgani ham chiqishimiz mumkin akalar. Do'stim bor akalar, shu yerda yashaydi. Shu do'stim bilan ham dam olishim mumkin keyingi rollarda xudo olsa akalar. Albatta yana keyin aka keyingi rolikga xudo olsa do'stimni ham chaqiraman akalar. Dam olib akalar nomerini kuzatib qo'ymasizlar akalar. Telefonim bor, Michael ismi akalar. Endi bitta besh o'shalar biladi akalar. Mana akalar Michael shu do'stimni chaqiramiz keyingi rolikga xudo olsa akalar. Dam olib bir ishlarimizni Trevor do'stimizni ham chaqirishimiz kerak. Dam olib yuramiz xudo olsa akalar. Chaqirmaysizmi? Yo'q, keyingi safarga xudo olsa. Anaqa akalar, albatta mana mashinamiz go'ylab tuyni qilib chiqdik ham akalar. Hozir bu yerda bosib qo'yapman chunki bu shahar akalar, odam urib yuborsa bosh og'riq, shuning uchun bu yerda bosmay qo'yaveramiz akalar. Tak bu yerda qizil to'xtaymiz. Bu yerda bosmay qo'yaveramiz akalar. Bu anaqa ko'kon akalar, kechida bo'lib buzilib qoldi akalar, ko'kon bilan akalar bir balo olib ketdi xullas. Tak sekin mayga qaraylik. Kameraga chalib qoldi akalar, mayli-chi. Akalar kamerani joyini o'zgartirib turibman chunki sabab akalar bu hali o'tqizib qolyapti ona endi. Anaqa tak trassaga ham chiqishsiz, momoga taga qizilga to'xtab qolyapmiz. Tak bu yerda ham qizil akalar. Voy. Tak bu yerda kamera yo'q shekilli sekin maydan o'tib ketamizmi akalar? Sekin o'tib ketaylik akalar. Tursak akalar. Hozir ayvaz o'tib ketadi. Abet akalar, soat 9 o'tib ketdi akalar. Biz akalar pulimiz akalar oshib qoldi $29,000 oshib qoldi akalar. Sekin o'tib ketaveramiz. Yaxshi, hozirgi kunda akalar. To'xtang. Oshimam qoldi sekin akalar trassaga bu yerda o'tib ketaveramiz akalar. Bu qizillarga chunki hozir hamma qiz sita bo'lib qizil chiroqni o'tirgan bo'lsa akalar bilasizlar, tabiiy ketib boramiz trassaga, shuning uchun trassaga chiqishimiz kerak. Trassada bir aylanib akalar sekin uyimizga qaytaveramiz. Yuryapti ham yerda akalar. Tak. Hop. Mashinani boshlarib yuryapmiz akalar shu yerda. Esa to'lib bosamiz akalar. Hop, tak mayda sekin o'tiraveramiz tomonga. Tak sekin betadan sekin mayda mashina uzatib chiqaramiz akalar. Tak mashina yo'q sekin chiqaramiz. Voy, ona yana endi sal qoldi akalar. Chiqaramiz akalar. Ketdi akalar. To'xtab turib ko'rib qo'ying. Ha, akalar bitta mahallalar keladi shu yerda akalar, mahallalar to'xtab akalar sizlar bilan aytdi. Tak, mikrofon o'chib qoldi akalar. Tak sekin bosamiz akalar. Mashina unaqa tunugan ekan, mashina zo'rmayapti akalar chunki bilasizlar bu mashina baribir sportkar emas. Sportkarlar xuddi olishimiz keyingi safarlarga akalar Audi ko'ramiz yana akalar. Tak,
akalar. Mashinalar to'ta agar bu kamera ordaga to'taplar kamerani to'g'rilab qo'ymasam bo'lmaydi shekilli akalar. Kamerani bu tomonga surib qo'yaman akalar, tushunmayapman. Kamera noto'g'ri joyda turib turar ekan, shu noto'g'ri kamerani to'g'rilay olmadim akalar, to'g'risi. Xafa bo'lmanglar. Kamerani to'g'rilay olmayapman akalar. To'g'ri turmayapti kamera. Tak, yo'q, zapis ketyapti hozir. Agar endi ehtimol bilan kamera menga to'g'ri turdi akalar. Bu anaqa akalar. Menga to'g'ri turdi akalar. Hozir akalar уже yaxshilar mashinani minib qo'yib chekalik, ko'p yurib bormaylik. Sekin bu joyga to'xtatib akalar, uyga sekin qaytaveramiz akalar. Sekin mahallaga kiramiz. Rahmat brat. Sekin yuramiz akalar. Sekin menga bu joyga mashinani qilib turib, sizlar bilan birga akalar, mashinani ham bir qilib to'xtatib, uyga sekin qaytib ketaveramiz. Bir kirish yo'q. Sekin qaytib ekan, buni qaytib qo'ysa ekan. Menga sig'ammi shuni? Sigar. Sig'masa ham sigar ekan. Ana akalar. Tak, mana akalar, bizni shu tuning qilib chiqqan mashinamiz bo'ladi akalar shu. Hayla vahshiy go'zal bo'lib ketdi akalar. Onangni o'zim sevib qoldim akalar, mashinani ko'ryapsizlarmi? Vahshiy Yoshlar bilan do'stlar zo'r bo'lib qoldi. Shedebrlarni bo'lib ketdi akalar, mashinamiz ko'ryapsizlar. Xudo xohlasa endi mana shu formatdan mana shu kut shuratda endi ko'proq video yozamiz akalar sizlar bilan birga. Endi akalar ko'p anaqa qilmasdan, video cho'zmasdan akalar sekin uyimizga qaytaveramiz. Потому что ko'ryapsizlar. Hozir ko'p yuradigan bo'lsa ham gaylar to'zayotgan mahalda ko'p yurolmaydi akalar. Shuning uchun sekin gulyatdan qilmasdan akalar sekin uyimizga qaytaveramiz akalar. Hozir uyimizga yetib ko'raman akalar. Kartani ham ochib ko'rsataman sizlarga. Akalar. Xullas akalar. Bu akalar uyimizga metr urib oldim. 4 kilometr yo'lashib ketibmiz. Sekin qaytaveramiz akalar. Tak, sekin qaytaveramiz akalar. Albatta hozir akalar ko'p vaqtlarni olmayman. Uyimizga yaqinlashib qolganda videoni davom ettiramiz akalar. Akalar, manzilimizga yetib kelib qoldik. Uyimizga ya'ni kelib qoldik. Xullas akalar, mashinani ham ko'rdinglar, bashi zo'r qilib minib qo'ydik. Mashinani o'zim sevib ketyapman akalar, bu mashinani to'g'risini aytsam. Sizlarga xudo xohlasa akalar, albatta ishlarim yurishib ketsa, yana keyin yo'lga bo'lsa boshqa mashina sotib olib, yana tuning qilish mumkin. Akalar, haliga sabzirang mashinani ko'rdinglar akalar, Nexia 3 o'xshatgan mashinani. Ashuni sotib olish arafasida turibman. Nimaga degan savol tug'iladi akalar, nimaga degan savol tug'iladi? Sabab akalar, chunki hozir pul muammo bo'lyapti bizda. Shuning uchun akalar, albatta o'z ideyalaringizni kommentariyga yozib qo'yinglar akalar, sotib olaylikmi shu mashinani yoki sotib olmasam boshqa maqsadlarda ham ishlatish mumkin. Mashina taksi kelmaydi. Ular anaqa akalar, sotib olish arafasidaman, chunki mashina bizga juda ko'p pul kerak akalar. Shuning uchun mashinani sabzirang mashinamizni sotib olishimiz mumkin akalar. Shunaqa endi bilmayman aka, aniq emas, lekin shunaqa arafasida turib sotib olish arafasida bitta aka-onamiz bor, olaman degan akalar. Shu aka-onamga sotib olishim mumkin akalar mashinani, ko'p anaqa emasdan akalar. Sekin mashina kirib qo'yamiz. Mana shu mashinani sotib olishamiz. Sotib olmoqchiman akalar. Endi agar yo'q sotmay turaversin desangiz, sotmay ham qo'yaveraman akalar. Menga qizig'i ham yo'q uni. Anaqa akalar, mana akalar mashinamiz va shu bomba o'yin, dimyomon zo'r akalar, shikalat akalar. Ko'rdinglarmi? Bu ham akalar va shu chiroyli. Ular anaqa akalar, albatta bugungi videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikrlaringizni videoda kommentariyga yozib qo'ying akalar. Sizlar bilan har doim legendamiz kanali bo'ldi. E'tibor uchun kattakon rahmat. Like, podpiska esdan chiqmasin. Salomat bo'ling akalar.